Omoq bugungi hikoyamiz Chashqan bilan savdogar. Burun bir savdogar o'tgan ekan. U savdo qilish uchun yiroq bir shaharga berib, danga tushibdi. Dangja qimavas ekan. U oqshomda qimir o'ynaydiganlar bormi deb to'g'labdi. Savdogar "Men o'ynayman" debdi. Ikkisi qimir o'ynashga kirishibdi. Dangja qorong'u uyda mushukning ustiga bir tal shamni qo'ndirib qo'yibdi. Savdogar hayron bo'lib, "Hoy, bu sham o'rilib tushmamdi?" deb so'rabdi. Dangja, "Yo'q, biz tong otqucha o'ynasaqmi o'rilib tushmaydi" debdi. Buningga savdogar ishonmabdi. Ikkisi tekishibdi. Agar tong otqucha mushuk shamni o'rib etmasa, savdogar Dangjaga 40 qacha oltin bermoqchi bo'pti. Degandek, mushuk shamni o'rib etmabdi. Savdogar o'ttirib qo'yib 40 qacha oltinni beribdi-da, uyga qaytib kelib bo'lgan voqeani xotiniga so'zlab beribdi. Xotini buni anglagandan keyin bir hiyla ishlatibdi. Bular er-xotin bir necha oy 3-4 chashqanni qafasga solib tarbiyalabdi. Chashqan qafasni tok-tok ursa sirtqa chiqadigan, tok-tok ursa qafasga kiradigan bo'libdi. Savdogar chashqanlarni ilib hiylaqa Dangjaning qishiga kelibdi. Bular qimir o'ynabdi. Dangja yana o'tgankidek qilibdi. Savdogarmi uxmagan qisabdi. Dangja, "Agar mushuk tong otqucha shamni o'rib etsa, men butun mol dunyonimni sana beraman" debdi. Savdogar to'ydirmay qafasga uribdi. Chashqanlar qafasdan bir-birlab chiqishga boshlabdi. Chashqanni ko'rgan mushuk bir etilib tikan sham do'mbisidan tushib ketibdi. Angacha savdogar chaqinliq bilan qafasni yana urib tikan, chashqanlar qafasga kirib ketibdi. Shunday qilib, savdogar Dangjaning butun uy bisotini, mol dunyosini utib olibdi. Hikmat: Sening o'tkazgan xatoliqing mangulik emas. Tuzatishga intilmasliging mangulikdir. Uyg'ur xalq cho'chaklari.